Ular bu qilmishlarini ba'zi ulamolarga nisbat berganlarida yolg'on gapirishdi. Bu keskin ibora uchun meni ma'zur tuting. Ular kofirlardan musulmonlarga qarshi yordam so'rashni o'zlari amalga oshirgan tarzda joiz deb fatvo bergan ulamolar bor deb yolg'on gapirishdi. Musulmon ulamolaridan birortasi g'alaba, boshqaruv va yetakchilik kofirlarning qo'lida bo'lgan paytda ulardan musulmonlarga qarshi yordam so'rashni joiz deganmi? Men bu masalada ozgina batafsil to'xtalib o'tay. Aslida, kofirning musulmonga mutlaqo g'alaba qilishiga yordam berish joiz emas. Chunki musulmonlar uchun boshqa musulmonlar ustidan kofirlarga yo'l ochib berish mumkin emas. Bir musulmon uchun kofirlarga boshqa musulmon ustidan hukmronlik qilishga yo'l berishi joiz emas. Alloh taolo aytadi: "Va Alloh kofirlarga mu'minlar ustidan hargiz yo'l bermas." Shuningdek, mu'minlarga do'st bo'lish va kofirlardan bezor bo'lish haqidagi oyat va hadislarning barchasi bir ma'noga qaratilgan. Kofirning musulmonga mutlaqo g'alaba qilishiga yordam berish mumkin emas. Bu eng katta harom amallardan biridir. Aslida, kofirdan musulmonga qarshi yordam so'rash joiz emas. Ba'zi ulamolar istisno qilgan. Istisno holati shundaki, agar musulmonlar qo'shinida yoki musulmonlar qo'shinining boshqaruvi ostida musulmonlarga tobe bo'lgan kofirlar bo'lsa va rahbar yoki amir bog'iylar, xavorijlar yoki yo'l to'sarlarga qarshi kurashda ulardan yordam so'rashga majbur bo'lsa, bu joiz bo'ladi. Bu yerda ushbu kofir musulmonlarning xizmatida va shar'iy jang olib borayotgan musulmonlarning maqsadiga xizmat qiladi. Musulmonlarga qarshi shar'iy jang bor. Men bu yerda Suriyadagi hozirgi hukumat tepasida turganlarga o'zlariga qarshi chiqqan har bir kishiga qarshi kurashishga haqqi bor deb aytayotganim yo'q. Bu boshqa mavzu. Ammo ular bog'iylar, xavorijlar yoki bostirib kiruvchilar yoxud yo'l to'sarlar bilan jang qilmoqdalar deb taxmin qilsak ham, jumhur ulamolar kofirlardan yordam so'rash va ularni yo'naltirish joiz emas degan fikrda. Shundayki, agar musulmonlar qo'shinida ahli zimmadan bo'lgan g'ayri-musulmonlar bo'lsa, ularni bu jangdan chetlashtirish vojibdir. Bu jumhur faqihlarning fikri. Lekin ba'zilar, modomiki boshqaruv musulmonlarda, g'alaba musulmonlarda va qaror musulmonlarning qo'lida ekan, zarurat paytida ulardan yordam so'rash joiz deyishgan. Ammo qaror kofirlarning qo'lida bo'lsa, bizning hozirgi holatimizdagi kabi, bu yirik kofir davlatlarning allaqachon mavjud bo'lgan ittifoqi bo'lib, siz unga qo'shilgansiz. Ya'ni siz bu ittifoqning boshqaruviga kirdingiz va undagi oliy so'z ularnikidir. Ular kimni o'ldirishni va kimni o'ldirmaslikni hal qiladilar. Ular kim dushmanligini va kim dushman emasligini hal qiladilar. Siz faqat ularning shartlariga, bu ittifoqning shartlariga binoan kirgansiz. Sizning shartlaringiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, siz bu ittifoqning yetakchisi emassiz va undagi oliy so'z egasi emassiz. Bunday holatda biz ularni butun tarixdagi musulmon ulamolaridan birortasini musulmonlarga kofirlar qo'l ostidagi ittifoqqa kirib, musulmonlarga qarshi jang qilishni joiz deb fatvo bergan birorta olimni olib kelishga chaqiramiz. Bu har qanday ma'noda fasoddir. Ular o'zlarini kofirga chiqargan odamlarga qarshi jang qilmoqdamiz. IShID ularni kofirga chiqargan degan gaplari bilan o'zlarini oqlay olmaydilar. Qarang, ularning ichida ham IShIDni kofirga chiqaradiganlar bor. Ular IShID bilangina emas, balki hokimiyatga kelishlaridan oldin ham ko'plab guruhlar bilan jang qilib, ularni yo'q qilishgan. Toki Suriya sahnasida yolg'iz qolishguncha. Bashar rejimining qulashidan oldin ham, har qanday holatda ham u qulab tushgan va qochgan. Agar IShID ularni va boshqalarni kofirga chiqargan bo'lsa ham, xavorijlar ham shunday qilgan. Xavorijlar Ali raziyallohu anhuni, Muaviyani va Amr ibn Osni kofirga chiqardilar. Ular uchovlarni o'ldirish uchun odam yubordilar. Faqatgina Ali raziyallohu anhuga muvaffaq bo'ldilar. Muaviyaga ham, Amr ibn Osga ham muvaffaq bo'lmadilar. Ya'ni ularning qonlarini halol bilishdi. Shunga qaramay, musulmonlar ularni kofir deb e'lon qilmadilar va ular bilan kofir sifatida jang qilmadilar.
balki bog'iy deb jang qildilar. Jumhur ulamolarning fikricha xavorijlar kofir emaslar. Har qanday holatda ham hech kim xavorijlar kofir, demak men o'zimga qarshi chiqqan kishini kofir deb hukm qilaman va natijada ularga qarshi kofirlardan yordam so'rashni o'zimga halol qilaman deyishga haqqi yo'q. Bu mutlaqo botil gapdir. Bu ishni yengil sanaydigan har bir kishi gunohkordir va uning gunohi undan fatvo olgan har bir kishining bo'ynidadir. Biz ilmga mansub bo'lgan ba'zi shaxslardan Suriyadagi hokimiyatning kofirlar bilan ittifoq tuzishini, hatto musulmonlarga qarshi jang qilish uchun kofirlar ittifoqiga kirishni oqlaydigan ba'zi noshariy fatvolarni eshitdik. Bunday qilgan kishiga aytamiz: Allohga tavba qil va agar bunga loyiq bo'lmasang, fatvo berishdan tiyil.